Assalamu alaikum savatdaşlar. Salamat. Optanda dağılmanı. Hali savatdaşla kirip boptu. Onda olsa başlayalım inşallah. Biz ilgili saatlik dersimizde esali bu tefsir, yazılgan tefsirlerinki uslubları hakkında to'xtalgan to'q. Yani tefsirler uslub cəhətdə ya təhlil xarakterlik tefsir yazılgan buldu. Ya ki icmali ixcam tərcümə oxşaş şəkildə yazılgan buldu. Ya ki muqarın şəkildə özara seliştirmə şəkildə yazılgan buldu. Ya ki mavdui ma'lum bir temini asas qilgan bir şekilde qilgan bo'ldi, yozilgan bo'ldi tafsirda. Buni biz asalibut tafsir deb atadiq. Undan keyin manhaj jihatda, manba jihatda manhaj jihatda. Tafsir qiluvchilar asoslanadigan manbaga qarab turib, masalan, Qur'onni nimaga tayinib turib tafsir qiladi. Ilgirkilardan kelgan seleflerden kelgan eserlerge tayinip tefsir kılamdı. Tefsir bilme asıl oldu bu. Ya ki müfessir üzde hazırlanan şart, bilim, çengen dinin prensip, makasitleri, şer'i bilimlerine asasen Arap tili uslublarından çıkan managa asasen tefsir kılamdı. Bu iki xil yol oldu. Bunu biz tefsir bir ra'yi dedik. Endi bugünkü dersimizde menahicut tefsirininki menhec yol, metod demek geldi. Esali bu tefsir mu emas, kinki turukut tefsir mi emas, belki menahicut tefsirininki metodi. Belki tefsir metodi, tefsir menheci degenimizde bazı noktalarda ilgirki derslerde sözlengen bazı mezmunların kesişip kılışı mümkün. O kalımızı iliştirmesin. Abdur avval dersinin başında azraq bir qısqacha tushunch bergan bo'ldi. Biz shu yerdan boshlaymiz. Qarasam savatdaşlar hali kirib bo'libdi, bir qisqacha yo'qlama qildi. Hala burunqideklar bir harfini. Unda olsa kitobni darsni boshlaylik bugun kelgan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Menahicul tefsir metodi, yani tefsir uslubu deyişki eğiz gitti adamdan ki, yani yolu tefsir kılan haletler Resulullah vaktinde daha hazır kadar. Kana sahabe radiyallahu anhum yufessiruna al-Qur'an bil-Qur'an ve sünne. Biz anlatıp öttük ilgir ki Resulullah'ın devredeki tefsir, sahabe'nin devredeki tefsir diye mezmunlarda. Sahabe radiyallahu anhumlar Kur'an bilen, hadis bilen tefsir kılati. Kane, aşı idi, tin ifadeydi. Eğer ula tefsirini bu ikisi de Kur'an'dan ya ki hadisten tapanmasa ictihat kılati. İctihat kılışı doğru. Maha kendi gelgen vahum ehlul ictihat ve istinbat aldığı cümleden ki illeti şekilde keltirilgen cümle. Çünkü bula ictihat kılış, hüküm, hikmet, yekülleşke layık kişiler. Ama mesela ununu kılan toktap kalmadı. Sahabeler eğer sahabelerin devri kinaymay, öz pete tuğan bolsa tamamdı. Mesela o pete kalmadı. Kanda oldu dedi sana? وَلَمَّا اِتَّسَعَتْ رُقْعَةُ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ İslam devletlerininki zemin dairesi kengayivdi, zemin cihette. Şu İslam devletininki til cihetteki dairesi mu hem birlik kengaydi. Çünkü zemini kengaydi degan gap Arab bo'lmagan xilma-xil turlik millatlar İslam'a kirdi degan gap. Yani neticede İslam'a Arab bo'lmagan ajam turlik xilma-xil til, xilma-xil shiva, xilma-xil mazhab, xilma-xil aqidadagi millatlar İslam'a kirdi. Bunun bek ta'siri yomon bo'ladi savatdaşlar. Nima desa, chunki bir odam
Şuna bir dinge kirişiyorlar. Onun bütün vücudu, bütün örf adeti özgürlük etmeydi. Çokum ölmüşüdün ma'lum kıldık kalıdırlar. Resulullah'ın hayatına dikkat kılsanlar, Resulullah destek vakitte kabrini ziyaret kılıp koymadı. Kim ziyaret kılıp koydu? Nimişka? Çünkü sahabalardaki burunqı bir xil buddistlik kaldıkları bexlimusun. Kim ma'lum dereceye berip bexlanmaydiganligiga şaşık bolgandan keyin yo'l qo'ydi. Hamma bilsa Hristiyan dini qanday vaqtda buzilgan desanglar, Rum imperiyasininki padişahlari Hristiyan diniga kirgan vaqtida bir imperatorluqning hammasi asosan degidek Hristiyanga kirdi. Hisobda aslidagi Hristiyanlarning sonidan chin kirgan Hristiyanlarning soni olib ketdi Rumliklarni. Anda olgandan Hristiyan dinining asli xarakteri saqlanmay, hisobda Rumliklar Hristiyanlashmay, Hristiyanlar Rumliklaşdı. Rumning qadimiy örf odatlari, qadimiy qarashlari, ularning ideyalari, fikrlari ta'sir qildi degan gap. Bu misol uchun deyapman. Ammo islomda masalan Payg'ambar alayhissalom sahobalarning davri nihoyat oltin bir davr, go'zal davr. Sahobalar vaqti itoat qilsa bo'ladi, qanday qilsa bo'ladi. Ammo islomning zamini kengaygandan keyin İslamga o'xshamagan til, o'xshamagan shiva, o'xshamagan ko'z qarash, o'xshamagan aqidadagi kishilar kirgandan keyin masalan o'zining burunqi ideyasini odam kompyuterga o'xshash paqqa bir ko'naklar yuvatqila olmagandan keyin ma'lum darajada bir narsa qoladi zehnining tagida. Mush ishlar ta'sir qiladi, hammaga ta'sir qiladi. Abdur Davud islomga butqa ibodat qiladigan müşriklerden başka, mədəki bə'd, qeyri-mənizdə başqa otpərəs millətlərini kirdi məsələn. Bunların özgürçülük burundan tadqıq etqan bir yerləri var, hikayeleri var, qıssaları var, çöçəkləri var, nomları var. Hristiyan millətlər kirdi və başqa hər xil din, hər xil aqidədəki kişilər həm qanaqlı kirdi. Muşlarının həmməsininki təbii təfsirə göz tutduğan nimisi var, təsir var. Muşlarını nəzərdən saqit qılmay olmayız sahibdaşlar. Şunun bilen tefsir mənbələri, mənahil degan gap, mənbə bulaq degan ma'noda, mənhilul hadis deb anlagan bo'lgan. Tefsir mənbələri, mənahil masadir asosan o'xshash tarjima qilsak bo'ladi. Tefsir mənbələri xilma-xil ko'paydi, yo'llari turli bo'ldi, uslublar, hatto manhaj metodlari ham xillashdi. Shuning bilan fajadda fihi masadir muhtasa. Yani yeni paydo bo'lgan manbalar bo'ldi, ko'paydi, mujaddadigini ko'paydi degan ma'noda. Va yeni paydo bo'lgan yo'llar ko'paydi, turli metodlar bundan ko'paydi. Shuning bilan azg'un aqidalar bu yerda paydo bo'ldi, Shi'aga o'xshash, Mu'tazilga o'xshash, Xavorijga o'xshash, Sufiyga va undan boshqa. Va har bir firqaninki o'zining manbasi va tafsiridagi o'z metodi bo'ldi. Sara bo'ldi manasida. Çünkü Şii Kur'an tefsir kılmakçı olsa çokum özünün akidesiga yarasha bir şekilde kılırdı. Sufi özünün akidesiga yarasha bir şekilde kılırdı. Anlakin bular tayindiğen mənbə ve uslub mu özüge yarasha bulurdu. Muşu tesiride vakit ötken süre. Çünkü bizden yaşayan, Müslümanların, İslam'ın yaşayan devri bir kısa devre emez. Tamam sahiptaşlar. 1000 yıl vakit, 1400 yıl vakit. Sizimizde yaşayan 30 yıl vakitim yaman yüzümüzde çok görünüyordu ya. O bir 1000 yıl vakit degende nurgun özgürlükler bulundu. Onun tefsir metodları türlü xillaştı. Müfessirlerinin g'arazlari mi ko'paydi? G'araz degan nuqtaga diqqat qilaman. Ba'zilar kasbiy nuqtadan tafsir qiladi. Kasbiy nuqtadan. Ba'zilar tafsirni umumyuzlik tafsir qilaman deb tafsir qildi. Maqsad o'xshamaydi. Masalan, müfessirlerning ichidan asli manbalar ustida davom qiladiganlar bor. Yani ba degan gapni unutib qolmam tarjimada. Chunki faminhum jumlaning xabar bo'laki men dollardan oxirigacha ism mavsul men ism mavsul jumlaning ega bo'laki ega bo'lak jumlaning keyinda kelib xabar bo'lak oldida kelib jar majrur yoki jumla bo'lib qolsa barga tarjima qildik ya. Shu ularning ichida asli manba ustiga davom qilib kelayotganlar ham bor. Ve ularning ichida
sap aqlni o'zining tafsirida, aqlning hukm qilishini g'olib qilganlar bor degani aqliy tafsir qilganlar bor. Mushkil ideya bugun bor o'rtada. Ularning ichidan yana ichida tafsiri shu utuq qazinib ko'zga ko'ringan, ba'zida ko'zga ko'ringan fan bilan bo'ylab ketganlar bor. Qanday gap bu desa, masalan, fannahdagi fan masalan, grammatika buning tafsiriga butunlay besib olgan. Faqih desak, fiqhchi desak, fiqh buning tafsirida besib olgan. Shuning bilan bu tafsir olmay qilib, bu odam fiqhninki usul qoidasi, hatto furuat shaxshlarigacha tafsir ekan ekan. O'zi tafsir, qarzi fiqh kitoblarni qiliqliq. Tarixchining tafsirida qissalarni bayon qilish, qissalarni to'liqlash g'olib bo'lgan. Faylosofning tafsiri desak, donishmandlarningki, falsafchilarningki so'zlari va ularning shubhalari va shularga raddiya qaytirish bilan qanaqib ketgan, to'shib ketgan savollar. Bu bunday bir ahvol. Masalan, bugungi kunimizda shu, agar biror kasbdagi odam masalan tafsir yozmoqchi bo'lsa, tafsirisi shu odam shu odamning kasb bo'lgan soha tafsirida ma'lum darajada o'zini qanaqa qiladi, ko'rsatadi. Tamam. تناول كثير من الكتاب والمؤلفين هذه المناهج. Nurg'un yozuvchi va mualliflar mushu metodlarni qanaqa qilgan olgan. Shuning bilan bular shu nurg'un asarlarni, muallifat degan asar kitoblarni mayli uni o'tirg'i qo'yish yoki tadqiqot qilish, tanqid qilish shaklida mushlar asarlarni yozgan bular. Biz mushu uslub metodlarninki ba'zilarini qisqacha bir ta'rifat shaklida so'zlab o'tamiz. Bu bizning bugungi darsning muqaddima shaklidagi mazmunlar. Unda shu metodlarni ko'rib o'taylik. Men dedim-ya, bayatning darsining boshida. Bugungi darsning mazmunlari ilgari darslar bilan ba'zi jihatda kesishib qoldi dedim-ya. Shuning birisi manhaj at-tafsir bil ma'sur. Ya'ni biz ilgari darsimizda turuq tafsirininki birisi tafsir bil ma'sur degan emas. Shuning bir manhaji to'g'risida biroz so'zlaymiz. Tafsir bil ma'surni oldi bilan sizlarga qisqacha bir takror tushuntirish to'g'ri kelsa, tafsir bil ma'sur Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni hadis bilan tafsir qilish, Qur'onni sahobalarning so'zi bilan tafsir qilish. Ya'ni bir-biriga ulamoning ko'z qarashi bo'lsa, Qur'onni tabiinlarningki so'zi bilan tafsir qilish degan yergacha boriq so'zlar. Mushu nuqtadan o'ylagan vaqtimizda tafsir bil ma'sur deganlik tafsirning asli manbasini Rasulullohga bog'lash deganlik bo'ladi. Mushta nuqtadan buning birinchi dalili nima desanglar, bu tafsirning birinchi paydo bo'lish, o'rtaga qo'yilishning birinchi dalili nash'atuhu. Alloh subhanahu va taoloning tuandagi so'zi. Oyat deydi Alloh astag'firullah va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Biz Qur'on o'qiydik. Kishilarga bayon qilib berish uchun deb bayon qilib berish vazifasini, tunji vazifani Rasulullohga bog'ladi. Rasulullohga bog'ladi degan gap tafsir cho'qim Qur'onning tafsiri Qur'on tarafdan qilinishi kerak, Rasululloh tarafdan qilinishi kerak degan bir mazmun ifodalaydi emasmi? Shunlashqa sahoba radhiyallohu anhumlar Qur'onni tafsir qilishda Qur'onning o'ziga murojaat qiladi va hadisga murojaat qiladi. Agar tafsirini topolmaganida andakan qana qiladi, ijtihod qiladi. Bu shaklda davom qilgan bo'lsa, andakan tabiinning davriga kelgan vaqtimizda tabiin rahimahumullohlar sahobalardan naql qilingan usira degan gap, nuqil degan gap, naql qilingan mazmunlarni tafsirida qana qildi, o'rgandi, oldi, talaqqa oldi ma'nosida. Mayli u Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish bo'lsin, buni mayli qilib yoki Qur'onni hadis bilan tafsir qilish bo'lsin, buni mayli qilib yoki o'zlarining ijtihodi bo'lsin, sahobalar nima mayli qilib va bu og'am mazmunlarni o'zaro naql qilishgan. Shunga yana bir asar o'g'achqa, asar degan naql qilish deb qarasizmi? Naql qilish holati o'g'achqa bu xil uslubni, bu xil tafsir turini deb atalgan tafsir
bil ma'sur yoki tafsir bil manqul degan shaklda atilg'iliq hamdi. Demak, bu xil metodninki asli manbalari kim o? Sahabalar. Normalde bu sahabalardan başlayımızda dağıtıdı. Sahabalardan bir neticesi tefsirler meşhurlarlar. Mesela aldığın kadında biz 4 sahabını alahide tılgayıp sözüldük. 4 sahabının başında tabi sahabalar. 4'ten de en uçluk sahabalar. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anhu, Ömer radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr ibn Avvam, Ebu Musa al-Eş'ari, Zeyd ibn Sabit, Ali Ubey ibn Ka'b, Ayşe radıyallahu anhu. Bunların hemmesi danlık sahabeler tefsiri sahabesiler. Dikkat kılsanlar biz kitabının 5'i dep ötkünümüzde Ali radıyallahu anhu bizga bu sahabede köp uçuraydı. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu köp uçuraydı. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu. Annekin kelsek Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu köp uçuraydı. Kağallar da köp uçamaydı. Nimiş kağal? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anhu Resulullah'dan aran 2 yıl yaşadı Resulullah'dan keyin. 2 yıl içinde bu devlet işiyle yaşadı. Tabii ki ilmi iştahına vakit ayırtamazdık yani. Ömer radıyallahu anhu şu, Osman radıyallahu anhu şu. Aldıdaki 3 halifi yaşayan 20 yıl müddette Ali radıyallahu anhu'ga siyasetke, devleti alaşmağın boğaçka, ilmi işler kışka, fırsat ulaqlaq. Ma noktadan şu Ali radıyallahu anhu'nun Abdullah ibn Mesud. Andan gün kelsek Abdullah ibn Zubayr'ın avamını sekme, Tarıkistan tarixida siyasi işler en çok yaşayan bir yerdir, sahabe. Bunun ilginç hikayeleri var, kıssaları var. Sahabeların tarixini göz almalıdır. Şuna oxşayan mesele. Bu sahabelar arasındaki danlaq müfessirler. Tabiinlardan bu nurgulları tefsir, şulardan tefsirinden nakil kılış sahasida meşhur olan. Mesela Mujahid ibn Cibr, Said ibn Jubayr, Qatat ibn Duhan, ahirgacha okuvasanlar buldu isimli, müşahidçe. Dikkat kılsanlar bularning hammasi oldidagi sahabalarning nimasi shogirdlari hisoblanadi. Endi biz aldığın qatimliq turuqi tefsirida deb o'tdik saboqdoshlar. Tefsir bil ma'surninki eng chong kamchiligi nima bilamizlar? Rivoyatlarni zaif bo'lib qilish. Xuddi oldimizga bir hadis kelsa, bu hadis zaif hadis yoki sahih hadis deb orib muomala qilganimizdek. Zaif hadislar bo'lib qolsa, bir tarafga ayirib o'tib amal qilishni tashlab qo'yganimizdek, tefsir bil ma'surninki eng cho'ng ojizligi nada desanglar, dal rivoyatlarininki zaif bo'lib qilishlar. Chunki tefsir bil ma'sur rivoyatlar bo'ladi. Hatto Qur'onni Qur'on bilan tefsir qilsin, agar uyg'un bo'lib qolsa, buni tamam o'zimiz bir taraf qilsak, agar bo'lmagan taqdirda yoki bizning kallamizga o'tmagan yoki tushunmagan taqdirda sahobalardan kelgan naqlga tayinamiz. Hadismi shu, uni naql qilinadi. Sahobaning so'zimi shu, demak biz buni naqliga tayinamiz, xuddi hadisga o'xshash. Hadisqa sahihlik, zaiflik nuqtada qanday muomala qilgan bo'lsa, tefsir bil ma'surlig'ini shu shaklda qana qilamiz, muomala qilamiz savoqlar. Shu shaklda muomala qilamiz. Shuni davat qilyapti. Tefsir bil ma'sur agar uning isnodi sahih bo'lsa, buni qabul qilish, boshqa tefsirlarning oldiga o'tkazish hech ixtilof yo'q. Chunki bizda o'tdiq eng kuchli tefsir. Sahih bo'lib bo'lsa, lekin shuningga diqqat qilishimiz kerakki, tefsir bil ma'surga shuningdan emas mazmunlarni kirib qolgan. Mana bu mimma deganni mana bu deb tarjima qilishlar. Mana bu dal iniqlash va ehtiyot qilish va bu tafsirlarni og'a vaqtda hazar aylashni nima qilish va kirvag'anlardan sahihlarni bayon qilishni qana qiladi bizga majbur qiladi, vojib qiladi. Undan keyin masala bayonini bu oxirlashdi desa, tafsir bil ma'surning ichidan rivoyat qilinadigan asarlarni faqat tanqid qilib, oydinlashtirib, tanqid degani hadis tashrish demekçi, tashrib oydinlashtirib bo'lgandan keyin ham qabul qilamiz. Buning sababi tuvandagi ishlarga berib taqiladi. Tarjih asbabu zalika ila umur degani buning sabablari tuvandagi ishlarga berib taqiladi. Nima uchun tafsir bil ma'surda bu qadar zaif ahvollari ko'p desa, birinchidan to'qish ahvoli, yolg'ondan to'qish ahvoli buning ichiga kirib oladi. Bu ahvoli tuyandikichi bo'ladi savoqdoshlar. Ya'ni tafsir bil ma'surga ozg'un ba'zi firqalar
yo'ldan chiqqan ba'zi mazhablar paydo bo'lgan vaqtda to'qilma eqib kirib olgan deydi. Nima uchun desa, chunki fa'aradat fa chunki ifodalaydi. Chunki bu mazhab, bu iqimlar o'zining aqidasiga Qur'on naslari bilan dalil keltirishni xohlaydi yoki iroda qiladi. Naslar bular bağan ko'z qarashqa bo'ysunmagan vaqtida, falanma vaqtida, bular mushu oyatlarni qana qilishda, tafsir qilishda hadislarni to'qiydi. Ala ma yuridun. O'zlari xohlagancha to'qiydi. Masalan, shular mu'tazilaga, rafizlarga va hadisni oshgan sufilar va undan boshqa mazhablarga o'xshash. Yana shundaqla, bundan boshqa nimanda bir xatarlik bir taraf bor. Bugungi kunimizdagi ahvolni bir tushunib olsanglar bo'ladi. Shundaqla islomning dastlabki davridagi siyosiy tavallikning hadislarni to'qishda nimasi bor? Ta'siri bor. Ba'zi sultonlarga yiqilishish yoki boshqalarni yomon ko'rganlik uchun. Bugungi kunda masalan diqqat qilsanglar, internetga, sotsial mediaga qarab baqsanglar, shu qalpoq degani dahshat kebuzda. Birdan uning kuchiga, buning kuchiga, uning bemisi, buning bemisi hayli qilib bisi-bisilar. Bu sebep ne oldu? Siyasi sebep. Siyasette en kötü yüz bulduğun iş karşı tarafki ağır derecede hücum kılış. Hem öz vakti maçta ahval buldu çünkü emelen insan neticede. İnsandan karakteri şu. Karşı tarafını yıkıtış, yok kılış için demeydiğin gibi yok insanın. Her nesini göz aldığı alı dendi. Bu inek. Öz vaxtıda mı aşağı bir imanı aciz ya ki imanı yok insanlar siyasi sebep tüfeylidin nurgun edislerini topladı. Çünkü Resulullah mağın degen dese biraz gipinin torunu demez mi? Bu bir sebep. Ondan başka hem yana İslam düşmanlarının yani İslam'a kılıç bilen karıştırıştın aciz gelgen 11 kişiler vardı. Ben bunu aldığım katılmak bir dersi diğer isimde bugün günde ahirette 100 yılda Müslümanlar aciz kılıp bu ahvallarını biz tasavvur kılamayız kılımızda. Ama İslam şunda bir küçük devrelerini beşiğini ötközgen ki düşmanlar bunu kural arkalık yıkıt kılıp bulamı degende kılısını keltiremeydi. Ama o kanda karıştırıldı desenler bular şunu olan İslam'a ve İslam'ın ehlige hile mikir kılış için İslam'a kirgen kıyafet kirib aladı. Tazahara diyen kıyafet kirib alış. Şunu olan bular tefsir bilme surudaki hadislerini falan kılıdı toquydu. Başta meselesi arkadaşlar. Başta bir toqulma ahvalları boğan-boğaçqa tefsir bilme suruga aş toqulmalarının nurgulları kirib qılıqlıq. Ulamalarımız o kadar tırışçılık körüstüp nurgullarını tazlağılaq. Hem de biz aşında tazlanmay qapqağa yerlige qandaq ketmeslik kerak, çıkıp ketmeslik kerak. Şunu tefsir bilme suru kelgen vaqtida qattiq teşrif, iniqlab, andan keyin qanday qilish kerak, davomlash kerak tefsir bilme surda. İkincisi kelsek İsrailiyat. İkinci sebep tefsir bilme usulündeki aciz noktasından ikincisi İsrailiyat. Bu hakkında ben sizlere ançımınca düşündürüş belgenden kalkan düşündürüş belge. Yine hazır asırak düşündürüş belgesek mi kitapta mı biriklik bu neymiş kitapta kılmam kırılı. İsrailiyat dediğimiz ne için tefsir bilme usulüde biz Allah'a dikkat kıldığım bir nokta dese çünkü Kur'an ilgiriki peygamberler ötmüşteki ümmetler ötüp ketken hadiselerden nurgun qıssalarını qana qılğan ölçüge alğan. Qur'an bularni ölçüge alğan vaqtda faqat şulardan vaz-nasihat, ibrat tarifini la aşkarlaydı. Onun inçki tafsilatıga ko'ngil. Çünkü Qur'an tarix kitap emas. Lazımlık tarafini alsa yetidir. Ama insan ruhiyetide qissani tuluk anlaş. Şu vaxtdaki jarayon suratni tuluklaş bir xil mayillik oldu. Mesela Adem Aleyhisselam'ın vaqalarını sözlep kelib qalsa, uning keyinden nim bo'g'iydi, nimish bo'lgan bo'g'iydi deydigan bir xil tuyg'uludi insonlar. Musa Aleyhisselam'dan qissalarini deb kelib bo'kini tugab qalsa, shundan keyin nimish qilibdilar deydigan bir tuyg'uludi insonda. Ana shuni bilan ba'zi musulmonlar qana qilib desanglar, islomga
kirgan ehli kitobdan Qur'ondagi qissalarning tafsiloti va Qur'onning xabarlarininki tafsiloti haqida Tavratda, İncilda kelgan mazmunlardan qanday qilaydi so'raydi. Ama Musa alayhisolamning ahvoli qanday kelgan Tavratda, İncilda qanday kelgan, Odam alayhisolamning ahvoli qanday bo'lib, mana shaklda so'raydi-da. Am bular deb berdi, am bu gaplar yangi gap bo'lgandan keyin u yerda bu yerda deyiladi ba'zi so'rovlarda. Asta şu mesela o'ylab boqaylik, bizning yurtga o kadar kirverillik bu mesele. Her yili Qurban hayit olib qolsa, İsmail aleyhisselam'ınki bo'g'izlanish meselesini so'zlaydi mihroblarda imomlar. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam. Tamam, u vaqtlik Qur'on bizga bayon qilingan nuqta to'g'ri, uni 100% ishonch qilamiz. Ammo onu etmeyaptı, şeytan ketdi, şeytana başlattı, gözü qarız olub qaptı, şeytandan yat qozuptu, bıçaqını sürüptü, ötmepti, taşqı septi, taşqı açılıb etdi, ey bıçaqını kesmeysen depti, bıçaq depti, onu depti. Bir tafsilatlar var. Bu tafsilatlar Kur'an'da yok. Fakat Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın tushida vahiy orqali o'g'ilni bo'g'izlashga buyurganligi, İbrahim Aleyhisselam'ınki Qurbanlık biriş bunda. Allah'ın buyrukunu icra kılış noktasından işkilenmeyi bu buyrukunu icra kılganlığı ve icra kılış esnasında Allah bir koyunu, koçkanı onun ornuğu belgellik İbrahim Aleyhisselam imtihanın ötkenliği bayan kılındı bes. Ondan başka tefsilatlı yok. Ama bu tefsilatlar delillerden çıkıyordu. Şu İsrailiyat, Tevrat, İncil'larda var. Ulum ehli kitap boğaç. Ulum İbrahim Aleyhisselam'a özünü mensup kıldığan boğaç. Çıkadır bu yerden. Şu başka bu xildeki haberlerge muşakhildeki lawn, bu xildeki İsrailiyat deb işletildi qol. Ama İsrailiyat degan kimning ismi bilamiz? İsrail Yahudlarning ismi. İsrail Yahudlarning ismi. İsrailiyat deb bunda ummatın divitishi bir taqlib babıdan. Asli İsrail Yahudning ismi, lekin Yahud Nasara ikkalasi kirgizdi buni ichiga. Buni Mahil ismini ishiltish, İsrailiyat ismini ishiltish. Gerçi bu Banu İsrail'den kelgan mazmunlar qilib ifodalasimi Yahudlar, lekin İsrailiyat degan gapdan maqsad Yahud va Nasaralardan kelgan mazmunlarni hammani o'z ichiga oladi. Bu taglibat babidan, juzni qulga ishiltish babidan. Nima uchun İsrailiyat deb bunda Yahudlarni g'alba qildirib balog'at o'qidingmi o'zinglar? Taglib qildirib bunda ism qo'ygan desa, faqatlam bu yerda Yahudlarni taglib qilib qo'llanishi Yahudlardan bir bo'lakları Madinada islomning dastlabki davrida bo'lganligi va ular bilan bo'lgan munosabat texim yaqin bo'lganligi uchun shu ismi qanday qilingan tilga ilingan. Endi bilan bilamiz savoqlashlar bir nuqtani ma'lum o'zgartish hammasining ma'nosi shu, almashtirish degan. Tevrat İncillarga etkenligi bu aniq. Şuңашqa İsrailiyatga muomala qilishda tuvandagi 3 holatni nazardan saqit qilmaslik kerak. İsrailiyatlar tuvandagi 3 holatdan biridan xoli emas. Birisi bizning shariatimizda kelgan mazmunlarga udul kiradi. Buni qana qilamiz? Maqbul. Makallandı bo'lsin, Tevrat İncildagi mazmun Qur'on hadisga udul kelsa maqbul. İkincisi muxolif qiladi. Bunun ismi nima? Merdud. Üçüncüsü la tuvafiquhu ve la tuhalifuhu. Onunla muvafiq mı kelmeydi, qarşı mı kelmeydi. Bunun da ulamalar şeriatning maqasid, şeriatning prinsip, mabadi'lari va mushnoqlarni hammasini chiqib turib, zodi muvafiq mı kelmese, muxolif mı kelmese, hadisda bizga buyurilgan la nusaddiq va la nukazzib. İnkar mı qilmaymiz, uni qabul mı qilmaymiz, tasdiqlamaymiz degan prinsip tuturimiz 3-chi nuqtada. Shu abturda aytadi. Birinci turda onun rastlıqını bilimizmi chiqar, bizning shariatimizda kelgan mazmunlarni tasdiqlashimizga tabii ergashma shaklda endi ma turininki hukmi uni qabul qilamiz. Yani bizning shariat udul kelganlari. Ikkinchi turdagilarning yolg'onligini bilimizmi chiqar, bizning shariatimizda sahih kelgan mazmunlarga qarshi kelganligi uchun bu tur tabii rad qilinadi. Bunu rivayet qilish to'g'ri emas, illaki bundan eskartish yo'li bilan yoki rad qilish yo'li bilan rivayet qilsak bo'ladi.
Üçüncü tür, yani bizning shariatimizga udulmi kelmaydigan, qarshi kelmaydigan bir shakllar bo'lib qolsa, bu xil shakllariningki ne rostligini bilmaymiz, ne yolg'onligini uqmaymiz, shunlashqa buni tasdiq qilmaymiz, inkor qilmaymiz, balki bunda to'xtab turamiz. Bu xil shakldagining ko'pinchisi hech bilsak bilmasak foydasi yo'q gaplar. Masalan, qanday desam, Ashabul Kahfning ishti bor. İştining rengi aqmo qarmo, Tavrat İncil'de aqvo ya qarmo. Bu to'g'risi bizning shariatda hech nima yo'q. Ama onun aqligini bilsak ne foyda, qarligini bilsak ne foyda? Foydasi yo'q ekan. Musa alayhisalomning bir hassasi vardı ya, Velakka men bunun aqli qo'ylarni yaqqa qirman manganda tirab mangan degan. Bu hasning tayiqi yog'ichi, trekmo, shaptulmo, uruk yog'ichimi qaysi yog'ich? Tavrat İncil'de bir nas bağımdı bu vaqtda. Bunu bilsek ne foyda, bilmasak ne ziyon. Mujnu o'xshagan masalalar var. Hech zid kelmaydigan, qarshi kelmaydigan. Buni la nusaddiq va la nukazib xolos. İbrahim alayhisalomning 4 qushni Allohning buyrug'i bo'yicha chaqirib, amini o'ldirib, 4 taqqa taqitib, aniga chaqas kelgan bir qushlar var. Birisi xo'roz, birisi g'oz, birisi katta, birisi o'dak deb har xil ismlar qo'yilishi mumkin Tavrat İncil'da. Qissalarda şu qisaslarlarda bir kitap var ya, bizning kichik vaqtimizda yomon qiziqib o'qiydigan kimbi qolib qoldi bu kitoblar. Ash kitoblarda ko'pincha qissalar shu yerda e'lon hech foydasi yo'q, hech ahamiyati yo'q deb hisoblaymiz. Demak, o'zimizning gapiga kelsak, mana İsrailiyat o qadar sinib ketganki, İsrailiyatni eng sukadigan ulamolarning tafsiridimi tepilib qoladi ancha-muncha. Shu tafsir o'qiyotgan vaqtimizda mush nuqtalarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Shunga deyotdi. Şunlaşqa tafsiri bilmək usulidan rivoyat qilingan mazmunlarda aniqlash kerak, İsrailiyat bo'lib qolmasligi uchun deydi. Üçüncü sebep. Nimaning uchinchi sabab endi? Tafsiri bilmək usulininki ojizlik nuqtasining nechinchi sababi, uchinchi sababi bo'lsa, isnodning qanday qilinib ketishi, tashlanib ketishi. Biz deb o'tdik ya, birinchi, ikkinchi vaqtlarda tafsir qilinsa, ig'zoki tafsir qilinadi. Hatto 3-davrgacha har so'z o'z sohibiga isnod qilinadi. Pukuni anglagan degan isnod qilinadi. Isnodga qarab boqadi. Agar isnod qilingan shaxslar ishonchli kishilarning qatoridan bo'lsa, tamom, maqbul, ishonchli bo'lib qolsa rad qilinadi. Ammo kimga davrlarga kelib kitobda bak uzrab ketdi deb u bahona bilan isnod tashlanib olib qoldi. Gap kesiblan, rivoyat qilingan bo'ldi dal, masala mishal ko'raldiq ya. Masalan, mushu tafsir bilmək usulininki ojizlik nuqtasi mushu shu. Shu ojizlik deyishimiz, tafsir bilmək usuliga kelgan rivoyatlar sahobalardan asli isnod bilan idi o'z vaqtida. Falamma waqa'atul fitnalar yuz berib, suiqasdlar ko'p bo'lgan vaqtda kishilarning ba'zisi isnodlarni tashlatadigan bo'lib qoldi. Nishqa derecesi bilinmesin üçün. Şunu olan sahihlen zaif aralışıp gitti. Belki dişim mümkün. Aşağıma kılandı o da. Bugün müsünüz biz ne kılınız? Biz kanda kılınız. Bugün gündüz cemiyette birisi yaman kurulu özgürlük alemli var. Bana Ahmet Ahun bir kız geldi dedi. Bugün Ahmet Ahun bilen paranlaşıp kaldım. Bu Ahmet Ahun o kadar ölçki isimden alıp kalsından taskaladı bir nasıl kaldı. Şunu olan bana Ahmet Ahun diyen gapni, bana Ahmet Ahun'dan kaçta Ahmet Ahun mundaq dedi diyemeyim ben. Çünkü hukuma anın alaka, benim ağırlık kılıcım bir tunuşumuz vardı, munda degende deplam devremendi. İnsan bu. Aynı vakti şu anda. Fitne yüz beğenirken, o onunla karşı, bununla karşı gaplar anlayan tokuş akıl sebebi. Onda olanken, şunda vakitte rivayetlerini iniklaş vacip, tefsirdeki isnatlarını biliş vacip. Nimişqa kirvagan, sirtin kirvagan, yalgan gapni qabul qilinib qolmaslik, asli bor gaplar rad qilinib qolmaslik uchun bu nuqtada xizmat silsilani jiq saqlanadi. Endi tafsir bilmək usul biz birinchi manhaj, birinchi metodda ketgan davomlashayotimiz tafsir bilmək usulda. Buning yezib qoldirilish masalasiga kelsak, sahoba radhiyallohu anhumlarning vaqtida bulardan tafsirning hech xotirlanganligi bilinmaydigini, bir sahoba tafsirini xotirlab qoldi deb unda gap yo'q. Faqatlam ularning vaqt davridagi tafsir rivoyat va talqin bilan, ya'ni ig'zoki. Men undan anglayman va buni qana qilman deyman, shu yetarli.
qanaqdır yezish, xotirlash bilan emas. Ammo tabiillarning davriga kelgan vaqtda sel ta'lim-tarbiya qana qildi, kengaydi, yozuvchilar ko'paydi. Shuning bilan yozuvchilardan bir bo'liklari bilimlarni xotirlashga qana qildi, yuzlandi. Shu bilimlarning qatoridan tafsir billa qana qildi, yezilib kengaytirilishga boshladi. Bugungi kunda kengaytirilgan zavodlar bo'lgan bilan masmuhallar o'z vaqtida bir kitob bir narsa yozib qoldirish uchun yozitgan bir narsa tepishmi tas, yezishmi tas, yozgan xatni o'qishmi tas. Shu vaqtdagi qo'l yozmani qarasanglar, bir narsa o'qilmaydi endi. Odamni qanday o'qiydi kimdan? Masalan, Ibn Taymiya rahimahulloh, Ibn Xillikan rahimahullohlar shuni aniq o'rtaga qo'ydi. Tafsir haqida yozgan tunji kishi Abdul Malik ibn Jurayj. Mushu gapni bir aniqlash kerak. Tunji yozgan degani aniq tafsir yozgan. Tafsir yoz deganligi 30 yoz deganligi bo'lmaydi. Shuni bir narsa avval eskartib olaylik. Azroq yozsa ish qilib. Ammo ولا نستطيع الجزم بما ذهب إليه. Bu ish bilan bağlan bu ko'z qarashqa biz jazm qila olmaymiz. Nishqa? Chunki Ibn Jurayjning oldidimi nurg'un son kishilar bor. Sabaqa degan gap ilgari o'tgan. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhu tafsirni Mujohidning jimiriga imlo qilib bergan. Imlo degan nima desang, amlo ifodasi arab tilida bir odam deb bir odam yozsa imlo bo'ladi. Amlo bo'ladi. Ig'izda dafar degan bo'ldi. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhu rahimahulloh Abdulmalik ibn Marvanning tafsiri Abdulmalik ibn Marvanga tafsir haqida bir kitob qanaq bergan, to'plab bergan ma'lum bor. Abu Ali Riyahi tafsir haqida Ubay ibn Ka'bdan bir nusxani qanaq qilgan, to'plagan. Amr ibn Abid Mu'tazilaning beshi. Hasan al-Basridan Qur'onning bir tafsirini qanaq qilgan, yozgan. Zayd ibn Aslamning qashida tafsir haqida bir kitob botdi. Ismoil ibn Abdurrahmon Suddiyning qashida bir kitob botdi, Qur'onning tafsiri botdi. Nurg'un asli bor. Shunlashqa Abayatning Ibn Taymiya va Ibn Xillikan Ibn Jurayj tunji tafsir yozdi degan gapga anda uni deganda ishonch qilolmasakmi? Shunda aytmaydi. Shunlashqa bihazar shu sababli biz Ibn Jurayj tafsir haqida yozgan tunji kishi deb jazm qilolmaymiz. Lekin biz yuqorida tilga olgan kishilarning yezishlarining hammasi Qur'on oyatlarini to'liq o'z ichiga olmoqliq. Ammo Mavloning Ibn Jurayjning yozishi Qur'onning hammani o'z ichiga elig'liq mushu nuqtadan Qur'onning oyatlarining hammani 30 parni to'liq qilgan kishi mushu mumkin diyelaymiz. Agar u nuqtadan demasak, bundan burunmi tafsir yozgan kishilar bor demakchi. Lekin biz shuningga jazm qila olamizki, Qur'onni to'liq qilgan tafsir eng qadimiy tafsir bizga yetib kelgan. Qarang, ma gap eng muhimi, Ibn Jarir at-Tabari. Bugungi kunda Ibn Jarir at-Tabari bizda bor. Bir qatam 16 tom bo'lib besildi. 6 tom bo'lib besildi, balki nashriyatlarninki kitobning hajmini cho'nqicha qilishga o'xshamaydi. Tom har xil, ammo 30 parini to'liq tafsir qilinglik, tafsir bil ma'sur o'zi ko'rib baqsanlar bo'ladi. Asosan asarlar bilan tafsir qiladi. Eng qadimiy tafsir bizga yetib kelgan. Mushu jazmiyat. Shunlashqa agar sizlardan birisi Qur'onning tunji qilingan tafsiri desa, u bakchiq. Ammo bizning oldimizda hozirgina kitob bo'lib, yozilgan holatda saqlangan tunji Qur'onning shamil 30 parning hammani qilgan tafsir Ibn Jarir at-Tabarininki tafsiri Tabarisi deb qanaqa qilsang jazm qilsanglar bo'ladi. Ana o'zi gapni o'ziga qaytaylik. Bizning hozirgi dars mazmunimiz biz avval tafsir manhajlarini bayon qilayotganmiz, tafsir metodlarini. Tafsir metodlarining birinchisini nima degan to'q tafsir bil ma'sur degan to'q. Shu tafsir bil ma'sur haqida yozilgan asarlarning tizimligini ba'di bir ko'rib olish kerak, bak muhim narsa. Ham yodlab olish kerak ma kitoblarning ismlarini, avtorlarining ismlarini. Bo'ladi. Tunji yezilib bizga kelgan degan gapni qo'shsanglar bo'ladi. Tunji yezilib bizga kelgan eng mukammal tafsir Tabari. Tamam. Tafsir bil ma'sur haqida yozilgan asarlardan masalan birinchisi tafsir Tabari. Men yana bir gapni deb qo'y, biz kitoblarni ko'pincha vaqtda
kishilarning eg'izda kitobning ma'lum bir ismi nima bo'ladi? Mashhur. Masalan, Sahih Buxoriy desa, bilan Sahih Buxoriy deydi. Amaliyotda to'liq ismi Al-Jami' as-Sahih. Bo'lganda Tafsir Tabari deymiz ya, buning to'liq ismi ma'lum. Jami'ul bayan an ta'wil ayil Qur'on. Ay degan oyatning ko'pligi. Ya'ni Qur'onning oyatlarining tafsiri haqida kelgan bayonlarni jumlug'uchi kitob degandek bir ma'no, o'z ichiga olgan kitob degandek ma'noda. Bu bir. Ikkinchisi tafsir Qur'onul azim. Yani tafsir Ibn Hatim deb qo'ydi. Ashtar bir shaklda. Üçüncüsü Bahrul Ulum. Tafsir Samarqandi deb qo'ydi. Tafsir Abi Lays'ni deb qo'ydi. Ismlarning birislar atalsa bo'ladi. Ondan keyin Al-Kashf wal Bayan an Tafsirul Qur'on Abi Ishaq Thalabining Tafsir Thalabi deb qo'ydi. İsmail'ler xil chiqadi shuna kitoblarda. Shuni deb bir ma'lumotmi. Ma'alimut Tanzil 5-incisi ama biz hozir qadar tafsir Bag'aviy deb anglaymiz. Balki hamma anglaymiz tafsir Bag'aviyda. Muharrarul Wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz Ibn Atiyal Andalusi'ninki. Tafsir al-Qur'anul Azim hem öyle İbn Kesir deb anglaymiz mana shu. Undan başqa bizning vatandagi İbn Kesirning tam o'zi emas. İbn Kesirni hozir qadar 4ni ko'rdimmi, muxtasarisi bor. Yani ixcham qiliqlik, qisqartiriqlik. Bizning vatanga kelgani Muhammad Ali As-Sabuniyninki ixtisor qilgani. Boshqa ixtisor qilganimi bor. Agar foydalanmoqchi bo'lsanglar, o'zini yo'lsa oson bo'ladi, ixtisor qilgani oson bo'ladi. Mahmud Shal tutmoqni aytdi go'zal. Ondan keyin Jawahirul Hisan fi tafsir al-Qur'on. Ondan keyin Ad-Durul Mansur fi tafsir al-Ma'thur Suyutininki, Jaloliddin Suyutininki. Ondan keyin Fathul Qadir deb da'voq maktab. Ondan keyin Azwaul Bayan fi idah al-Qur'on bil-Qur'on. Yani Mao men eng tavsiya qilgan kitobning birisi Muhammad Amin Shanqitining tax yozilgani uzun bo'lmadi. Yani Hijriya 1393 shu 50-yillar yozilgan. Ama yeni yozilgan kitobning ichidagi eng yaxshi kitoblarning birisi ab saqlab qo'yib foydalansanlar bo'ladi. Shuningdek Manahij at-Tafsirninki birinchi mazmuni o'shada oxirlashdi. İkincisi tefsirul fiqh ilanı menajleti biraz uzun hem bazı mezmunları biraz murakkabroq bo'lgan chiqib bugun o'qisak o'qib qolmaymiz. Chunki dersga qoldiramiz arkadaşlar. Hem dersimiz biraz aslında ma'lumotli haftada 2 kun. Bu qanday turliqi haftada 2 kun mushtarak qanoat qilish deganlik emas. Mumkin bo'lsa mushaqda biraz ancha-muncha qanoat qilib iznab baqinglar. Kitobimiz shu uluslar bu kitobni o'qidik deganga bunga ham bo'ldi qildik deganlik emas. Ulumul Qur'on deb Google'dan izlab mushaq yozilgan o'qiyotgan mazmunlarni beytilgan ba'zi narsalarni ko'p qilsanlar bo'ldi. Lamhat fi usul tafsirda bir kitobi balki o'qishingiz mumkin ekan. Uni ko'rsangiz bo'ldi. Har xil kitoblarga ko'rib mazmunlarni bir qurib kengaytib, beytib, chanjonli oshirib olsangiz bo'ladi. Shundan keyin bugungi darsimiz mushada oxirlashsin savoqdoshlar. Boshqa so'raydigan savollar olib qolsa so'rsangiz bo'ladi. Bo'lmasa va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.